Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Shveysariyaning fransuzcha Mongney degan YouTube kanalida Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin bilan yarim soatlik maxsus suhbat programmasi e'lon qilingan. Bu programmada Xitoy bilan Shveysariya o'rtasidagi erkin savdo kelishimi, Xitoyning Uyg'ur xalqiga elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, chegara halqigan bostirishlar haqida tafsiliy to'xtalib o'tgan Zumrat Erkin ushbu suhbat programmasi haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Xitoy bilan Shveysariya o'rtasidagi erkin savdo kelishmasi bir muhim nuqta bo'lib savol shu to'g'riliq tushdi. Bundan kelgan chog'da biz nurg'un yillarning yog'i Dünya Uyg'ur qurultiyi Shveysariya bilan Xitoy o'rtasidagi erkin savdo kelishmasini shuni qarta tanqidlagan. Chunki bu kelishma faqat savdo erkinlikni o'tirib qo'yib, inson haqlari, masalan, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligi, Tibetliklarning irqiy qirg'inchiligini bakchiq inkor qilib ketmagan bir kelishme bo'lganligini necha vaqtdan beri biz boshqa tashkilotlar bilan tanqidlab kelgan. Shuningga bu yerda hamda mening deganim bundaq har qanday davlatlar, Shveysariya bo'lsin va boshqa g'arbdagi yoki boshqa davlatlar Xitoy bilan mushtaq savdo kelishmalarini qilgan chog'da Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni yoki bo'lmasa shu kishilik huquq masalasini birinchi bo'lib talab qilib Xitoy hukumatining mushu kishilik huquq qo'g'diyalisa yoki dafsanchilik qilmasa, andan keyin mushtaq savdo qilish kelishmalarini tuzasa to'g'ri bo'ldi degan javobni berdim va buningga riyosatchimi Shveysariya hukumatini tanqidlagan bo'ldi va bo'libmi Shveysariyaning bosh ministri Ignacio Cassis degan apandimning burundan tortib shu Xitoy bilan bo'layotgan munosabatning yaqinligini e'tirof qildi. Zumrat Erkin bu filmda yana Shveysariyadagi davlatning kishilik huquq masalasining Xitoy bilan kelishimni tuzib bo'lgandan keyin ondan o'tirib qo'yilganligini, shundaqla Shveysariya bankisi UBSning Xitoyning Hikvision kamerasiga mablag' solganligidek voqealarning yuz berganligini o'tirib qo'yib, Shveysariyadagi ba'zi shirkatlarning bu qirg'inchilikqa vositalik holda chetilganligini ta'kidlab, Shveysariya xalqiga Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarini sotib olmaslik va uningga his qo'shmaslik chaqiriq qilgan. Zumrat Erkin bu vaqtda to'xtalib yana mundaq dedi. D'appeler leurs députés parce qu'ils peuvent vraiment avoir un effet, donc d'appeler leurs députés, de les mener à poser des questions au sein de leur assemblée nationale ou parlement. Yana bir muhim tema bu yerda so'zlagan tema Xitoy hukumatining chegara halqigan bostirish siyosati qanchalik ig'irligini bu yerda tushuntirib chiqdim. Bo'lib shu Shveysariyada shu ziyorat bo'lishdan bir qancha kun burunlam Shveysariya hukumati tunji bir hukumatdan chiqqan bir dokladini e'lon qilgan edi. Shu to'g'riliqmi biroz to'xtalib shu Shveysariyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz va Tibetliklarning shu bevosita Xitoyning shu elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning elib berayotgan chegara halqigan bostirish siyosatga duch kelayotganligini tafsiliy tushuntirdim va buning ustidan Dunyo qurultiyi ustidan material ilish va uchur to'plash vazifa berilgan odamlarning shu dokladda yana bir qatim oshkorlanganligini tushundirdim va buningga o'xshash Shveysariyaga o'xshash g'arbdagi bir qancha davlatlarning shu masalaga ko'ngil bo'layotganligi bo'libmi G7 davlatlarning shu demokratiyani asos qilib bundaq siyosatlarni cheklashga yo'l menayotganligini, masalan Germaniyadan bo'lsin, Amerika, Kanada, Avstraliya degandek shu davlatlarning shunga ko'ngil bo'lib bir qancha mexanizmlarni qurayotganligini va siyosatlarning o'zgarayotganligini deb takror qilib chiqdim. 4 mart kuni Angliya poytaxti Londonda o'tkazilgan Angliya parlamentining iftor ziyofatiga Uyg'urlarmi taklif bilan qatnashgan. Bu faoliyatga Angliyaning bosh vaziri Keir Starmer apandi qatnashib ramzonliq tabrik so'z so'zlagan. U so'zida bugun biz bu yerda birlikning, hamkorlikning kuchini ko'ryapmiz deb o'ylayman. Albatta buning uchun Angliya parlamenti musulmonlar guruhiga rahmat aytaman.
Buncha ko'p insonning simvollik shaklda, simvollik bir yerga jam bo'lishi bir afzallikdir. Men dunyo musulmonlarining muborak Ramazon oyini tabriklayman. Bu munosabat bilan barliq insonlarning tinch, barobar yashash huquqiga erishishini, islom dushmanligiga birlikda qarshi turishni, barliq dillarga hurmat qilishni, hamma insonlarning o'z e'tiqodini erkin yashashga huquqli ekanligini ta'kidlayman. Bu ziyofatga navbatda Angliyada faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakat tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas, Markaziy Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulhakim Idris, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliyadagi vakili va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat tashkilotining raisi Rayma Mahmud qatorliqlar taklif bilan qatnashgan. Ular bu iftorlik faoliyatida Angliya parlament a'zolari bilan har qaysi musulmon tashkilotlarining vakillariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirish fursatiga erishgan. Navbatda Angliyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulhakim Idris bu haqda tafsiliy ma'lumot berib, mundaq degan. Angliyaninki parlamentida Westminster Hall degan eng chong zalida Angliya musulmonlari uchun bir iftor berilgan iftorga qatnashdik. Bu iftorga Angliyaninki bosh ministri Keir Starmer efendim kelib so'z qildi. Biz bu faoliyatga qatnashgan Afzalxonga o'xshash, Nusrat G'aniyga o'xshash, nurg'unlagan parlament a'zolari bilan, Said Varsiga o'xshash, Lord Tariqqa o'xshash insonlar bilan ko'rishib, o'zimizning meselemiz to'g'riliq paranglashadi. Faoliyat jarayonida boshqa kelgan musulmonlar bilan va media odamlari bilan so'zlashdik. Bunda degan vaqtida Angliyaninki üst va ast ikkili parlamentininki boshliqlari so'z qildi, Angliya hukumati so'z qildi. Bu faoliyatga butun Angliya parlamentida mavjud bo'lgan partiyalarninki mas'ullari va musulmon parlament a'zolari qatnashdi. Shundaqla Angliyaninki har qaysi joylaridan kelgan musulmon tashkilotlarininki tamsillari qatnashdi. Roshan Abbas xonim Angliya parlament a'zolariga Xitoyning keng ko'lamda ta'tir tashviqot elib berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshirishga va xalqaroning ko'zini bo'yashga urinayotganligini, hadisi doktor Gulshan Abbasning hozir turmada ekanligini anglatgan. U Xitoyning bu qirg'inchiligining dunyoning ko'z oldida ilib berilayotgan bir reallik ekanligini ta'kidlagan. Ki bu iftorlik ziyofatida har qaysi parlament a'zolari, diniy qurumlar vakillari, diplomatlar va Angliya parlamentininki va podshohlikninki so'zchilari bilan uchrashib paranglashdik. Shundaqlamı bosh minister Keir Starmer efendi bilan ko'rishib, qisqa paranglashish fursatiga erishdik. Baş ministerge biz Washington'dan kelgan Uyg'urlar ekanligimizni aytib, ism kartimizni berganda baş minister kartdagi Uyg'ur degan so'zga alayda diqqatini berib, so'zlarimni diqqat bilan angladi. Baş ministerga Hadam Gulshan Abbasning hozir Xitoy turmusida ekanligini va mening Hadamga o'xshash ko'rmanlagan doktor, professor Ziyoli va diniy arboblarningki turmalarda beguna azab chekayotganligini aytdim. Rayma Mahmud xonim bundaq bir faoliyatda siyosatchilarga Uyg'ur masalasining anglatishining muhim ekanligini ta'kidlab, mundaq degan. Bu yilda bir qitim bo'ldigan Angliyaning parlamentidagi bu iftor faoliyatida asosliq faqat taklif bilan buningga qatnasha oladi. Yilda men yolg'iz qatnashayotgan bu qitim Roshan xonim bilan Idris apandimninki bu yerga kelib bu faoliyatga qatnashishi, ya'ni biz 3 Uyg'urninki ana shundaq Angliyaninki tarixiy bir iftor faoliyatida birga qatnashib shu jarayonda Uyg'ur masalalarini muhim siyosatlar millat vakillariga anglatish naytibak muhim deb o'ylayman. Angliyadagi musulmon jamoati va har qaysi islom davlatlarining elchilariga beriladigan iftorlik Angliya parlamenti tarafidan yilda bir o'tkaziladigan bo'lib, bu qitimqi iftorlik ziyofatiga Angliyaning bosh vaziri Keir Starmer, parlament a'zolaridan John Makefall, Lindsay Hoyle, Tariq Ahmed, Baroness Said Varsi, Nusrat G'ani qatorliqlar qatnashgan. Iftor ziyofati jarayonida Abdulhakim Idris, Roshan Abbas, Rayma Mahmud qatorliqlar parlament a'zolari bilan ayrim uchrashish elib berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatgan. Shundaqla Uyg'ur masalasining navbatdagi dunyo vaziyatidagi jiddiychilik sababidan har qaysi taraflarning diqqat nuqtasidan chetda qilayotganligini ta'kidlagan. 27 fevral Xitoy qaytarilgan 40 Uyg'urning qarorgohini bekitgan Tailand kattaboshlaridan 3 kishi 18 mart kuni Xitoyga berib, 40 Uyg'ur musofirning amaliy ahvolini ziyorat qildi ekan. Tailandning Dunyo nomli taratqusining 5 mart kuni bergan xabariga qaraganda,
Taylandning davlat mudofaa ministri Phumtham Vichayachai, adliya ministri Polkol Tawisodson, tashqi ishlar ministri Mars Sangyampongsa qatorliq 3 kishi 3 ayning 18 kuni Xitoyga berib, Sharq Turkistonga bevosita qaytarilgan 40 Uyg'urni ziyorat qiladi ekan. Tayland davlat taratqusining 4-mart chiqargan xabarda aytilishicha, Taylandning muavin bosh ministri va davlat mudofaa ministri Phumtham Vichayachai shu kuni axborot vositalariga ma'lumot berib, Taylanddagi 40 Uyg'ur musofirni Xitoy qaytarishni o'z bilan birlikda Tayland adliya ministri, tashqi ishlar ministrining qaror qilganligini bildirgan. U yana Xitoy hukumati ularni qaytarib ketgandan keyin ularni qamab qo'ymaslik va qiynamaslikqa va'da bergandan keyin ondan bu qarorni chiqarganligini aytgan. Uning bildirishicha, Tayland taraf BDT musofirlar mahkamasi bilan aloqalashib, bu Uyg'urlarni elib ketib o'rinlashtirishni talab qilgan bo'lsa-mu, ulardan aniq javob kelmagan. Türkiye taraf faqat ayollar bilan bolalarni qabul qilganligini bildirgan. Phumtham Vichayacha yana o'zlarining 11 yil kutgan bo'lsa-mu, hech qanday davlatning bu Uyg'urlarni qabul qilishni xohlamaydiganligini aytgan. Amaliyat shuki, Reuters agentligi 5-mart xabar berib, Amerika, Kanada, Avstraliya qatorliq davlatlar 48 Uyg'urni qabul qilish taklif sungan bo'lsa-mu, Taylandning Xitoydan ansirab hech qanday harakat qilmaganligini oshkorlagan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.